Bu obzorimizda Faberlic'ni 3-Just Bloom seriyasidan Gardenia degan mana shunaqa gullar nimasini iforini beradigan atirimiz. Hozir buni men obzor qilib ko'rsataman. Bu ham 30 ml bo'ladi va QR kodlari bor. Mana original hammasi. Faberlic kompaniyasini hozirlarga ochib ko'rsataman. Mana raspakovka qilib plyonkasini ochdim. Mana shunaqa qadoqda keladi. Juda ham chiroyli. Hozir buni hidini obzor qilamiz. Mana shunaqa hidda bo'ladi. Boshqa qo'limga hozir sepaman. Buni hidi hozir tarqalib. Buni hidi juda shirinroq, xuddi nimaga o'xshaydi. Qanday deb aytsam bo'ladi? Iris, shunaqa gullar, mana bahorda ochiladigan gullar iris, jasminning hidiga o'xshaydi bu ko'proq. Bu jasminning hid. Bunda jasminning hidi bor. Juda ham iris, jasmin gullarini hidi taqam. Bahorni hidi beriladi bu. Bahorni gulini hidi bu. Lekin nimaga o'xshamaydi hidi. Mana liliya yoki boshqalarga o'xshamaydi, ko'proq jasminning hidi. Jasminning hidi konkretno bu yerda bor. Buni kim jasminning hidini yaxshi ko'rsa, ichida muskusi bor. 3722 artikuli tavsiya beraman. Bu shirinroq, lekin sal pritorniroq hidlari. Hidlari pritorni, unaqa nejniy emas. Lekin bahorga ko'proq tushadi. Bahor va kuzlarga va qishlarga yaxshi tushadi bu. Tavsiya beraman.